Hazrati insonlar, assalomu alaykum. Navbatdagi lokatsiyamiz, turli manzillarimiz Nurota tog'larida Sentob qishlog'i. Shunchaki atrofni ko'rsin. Mana shu yerda selfie zona bor. Butun atrof kaftdek ko'rinadi. Tepaga chiqib davomini ham olaman. Dam olish uchun, hordiq chiqarish uchun eng to'g'ri qaror. Sharshara, qoya toshlardagi petrogliflar, qadimiy qo'rg'on qishlog'i, hammasi shu yerda. Marhamat, kelinglar, nurli manzillarimiz. Yana bir bor atrofni ko'rsataman. Mana shu yerda toshlarda qadim fors tilida petrogliflar yozilgan, ya'ni arab bosqini, islom kirib kelgan asrlarda. Sog' bo'lasizlar.